Assalomu alaykum. Men qish fasli to'g'risida yozgan yozmamni o'qiyman. Qish fasli. Men qish faslini pek yaxshi ko'raman. Qish faslida yoqqan oppoq qorlardan qor bobo yasayman. Do'stlarim bilan qor etishib o'ynayman va qor teylayman. Qardoshlarimning güzel şekilleri beni o'ziga jalb qiladi. Qish fasli sovuq bo'lsa-mu pek bezi. Qish faslida hayvonlar uchakka kiradi. Cho'mililarmu uvusidan chiqmaydi. Ular tatliq uyqusi bilan o'zini ertasiga hozirlaydi. Havodagi mikroblar o'lib, havo saflashadi. Qish fasli bizga xushallik ato qiladi. Rahmat. Mehribon qizim, sizning nutqingiz nihoyatda ixcham ham mazmunliq bo'pti. Siz avval o'zingiz qish faslini nihoyatda inchga detallarga kuzatibsiz, ondan bizga bayon qilib beribsiz. Ham o'zingizning qish faslini yoqtirdiganligingizni xitob qilish orqali ko'rurmanlarga anglatdingiz. Haqiqatan qormu Allohning bizga bergan ne'matlaridan biri. Qor odatda poklikqa, oq ko'ngillikka simvol qilindi. Sizning nutq so'zlagandagi umumiy qiyofatingiz, qo'llangan tilingiz, talaffuzingiz, kiyim kechkingiz, turish holatingiz hammasi shunchalik o'lchamlikkan, men nihoyatda yoqtirdim. Sizning hayotingizdagi eng qimmatli minutlaringizni bo'lsa ana tilda xotirlab menishingizni hamda ana til o'rganish davomidagi ijtihodingizni to'xtatib qo'ymasligingizni umid qilaman. Sizga omadlar tilayman, mehribon qizim.